Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga seshanba 3-iyun 2025-yil syomkalarimiz Namangan viloyati Namangan tumani o'sha arzonchilar, o'tkinchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yotib berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Tozasini, arzon, zo'rini olaman desalar, bizda har doim bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xo'p, bugun Asrorjonni o'ralari kelganmiz. O'tgan safar ham gigantlarini, zo'rlarni sog'liqda haqiqiy ko'paytirib yuraman deganlarga chiqaruvdilar. Xudo xolasa qo'ylarni yana idorlaridan ketdi. Oxirigacha kuzatib turinglar. Hamma variantga zo'rlaridan haqiqiy qo'y qilib olaman, ko'paytirib biznes danglataman deganlarga anaqa variantlardan ketdi. Assalomu alaykum Nozir aka. Assalomu alaykum obunachilar. Farmaylar, charchamayapman. Aktiv oldingizmi qo'ylarni? Aktiv oldik aka, xudo xolasa. Zo'rlarni o'tgan safar aka shunday chiqardik aka. Bitta odamga dar sotdik aka hammasini. Gap yo'q. Arzon, yaxshi narsa olsangiz sotasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bitta odamga dar sotamiz aka qo'y. Xo'p, Asrobek necha partiya xudo xolasa bugunga? Aka bugungi 3-4 partiya qo'y chiqaramiz. O'tgan safar aka telefon yo'nalib ketgan. Xudo xolasa hammaga yetadi degan. Aytayapman, mana shunaqa zo'r narsalarni, zotga yaxshi narsalarni bola olib bir odamlar shuni orqasidan normal foydalanadigan narsalar olsangiz, arzon chiqarsangiz, xudo xolasa sizni ham qo'ylaringiz ketaveradi. Mana obunachilar, xudo xolasa birinchi partiyamizga 5 dona yirik haqiqiy qanaqa variantidan ekan-a? Ha, xudo xolasa aka. Xo'p, bularda endi ma'lumotlarni bersangiz, qandaqa bu qisirmi, bo'g'ozmi? O'tgan safargilar bo'g'ozmidi? Bo'g'ozidagi ular. O'tgan safargilar bo'g'ozida, ulari qisir variantidan. Yukka ham kelaveradigan varianti ekan o'ta. 50-50 deb beramiz aka bular. Tayini yo'q, to'g'rimi? Ha, 50-50 beramiz aka, lekin qo'ylar 110 kilo, 120 kilo bosadi aka qo'ylar. Gap yo'q. Xo'p, bular yosh oyliklari qandaqa? Aka 4-ish, 6-ish. 4-ish, 6-ish variant. Hali bilmaganlarga 2 ta, 3 ta tuqqan varianti. Mana qaranglar, yirikligini ko'z bilan kelib ko'raman deganga lakatsan berib yuborasiz. Lakatsan beramiz, xudo xolasa aka. Bundan boshqa yana bor ekan-a? Bor ekan. Ko'p ekan. Serob, gap yo'q. Mana aka, Onachilar, mana qaranglar, qo'ydi. Yirikligini ko'z bilan ko'ring. Tamom. Haqiqiy ishqibozlarga qo'chqor bir 1 metrliginimi qo'shib, bolani olib ko'paytirib yuraman deganlarga, biznes normalni qilaman deganlarga ko'ryapsiz, yirigidan. Xudo xolasa qo'chqor zo'rini qo'shsalar bolani normalni beradi. Xudo xolasa. Chunki biz tajribadan o'tgan narsa, qancha aytib. Hop, asosan yeb-ichishlar yaxshi bularda. Yeb-ichishlarimiz shunday aka, xudo xolasa bir hafta emas 10 kunga kafolati bor bular. Bemalol, uyga borgandan keyin yedirib, ichirib, keyin pulni sanaverishadi. Shunday aka. O'ylar qaranglar, toza simjun. Garantiyasi bor aka. Quvvatlaridan mana. Buni usullari. ikkita bolasi qora turibdi aka. Egizakchi. Buni. Ha, egizakchi ikkita bolasi turibdi. Uni отдельно chiqaramiz aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Hop. Sababki necha puldan beramiz? Ko'p cho'za degan yerda-yu buni. Ha. Bo'ladiganni ayting. Issiqda qo'ydi ham o'zimizda ham qiynamaylik. Issiq juda qattiq o'lyapti. Bu qo'ylar endi issiqqa haligi qilmay, charchov bor ekan-a, qachon yetib keldi Charchov bor qo'ylar? aka qo'ylari, hammasini charchov bor. Kechqurun yetib kelgan qo'ylar. Ash qo'ydan bering. Hop, necha puldan berib yuboramiz endi bularni? Aka bularni bir joyga bo'lsa aka yengilroq beramiz. Bir joyga bo'lsa 5 donasi. Ha. O'tgan safargina ham qaranglar, yirikligini. Qo'chqormikin debman ko'rib, obunachilar bular ko'rib. aka o'tgan safargina chiqazdik, 6,5 milliondan chiqazdik a. Mana shular bo'yi necha chiqadi, Asrobek? Aka 90. 90 mi? 90 ha aka. Gap yo'q. Birolar metrlab ham ketaveramiz aka. Mana qaranglar, yirikligini, ishqibozlarsa oyoq qo'lini baquvvatligini qaranglar bular. To'g'ri turibsiz. Maşallah. Bo'ldi rosa. Endi birimini ko'rsatib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Shunday aka, o'tirib to'g'rilab qo'y. Ayol to'g'ri. Jepchasi hech bola qilmaydi. Turmayapti. Ko'rsatib qo'ysa bo'ldi. Mana shu 90 filsan ekan shekilli. 90 santimetr. Hop, keyingilari sal bundan sal pastroq ekan, 85 filis ekan, 85. Yiriklaridan, zo'ridan mana bolani olaman deganlarga go'zal variantlarni qaranglar. Obunachilar. Hop. Necha puldan berib yuboramiz, Asrorbek? Bo'ladegani. Aka buni bir joyga bo'ladigan bo'lsa 7 milliondan qilib beraman. Kamichi. Ozmoz o'tib beraman aka. Qancha o'tib berasiz? Dastlabki xizmatlar qayerga Dastlabki xizmatlar aka O'zbekiston bo'ylab bor.
Lekin Toshkentgacha qilib beramiz, undan yo'g'i kelishamiz. Kelishilgan oldi, Ha. lekin O'zbekiston bo'ylab qilib berasiz Aka Samarqandgacha qilib beraman, undan yo'g'i kelishamiz aka. Bo'ldi. Bag'ini kelishaylikchi. Necha Aka. puldan berasiz? Bo'ladiganini ayting. 7 million so'mdan ozmoz xayri bor telefon qilsa o'tib beraman. Qancha o'tib berasiz? Aka 100 ming so'mdan o'tib beraman. 100 ming demang, siz yengillashtiring. Lekin aka qo'yadi. Hammasi ketyapti, uka Hammasi qo'yingiz. ketadi, ha, shunday. Hammasi ketyapti. Mana 5 dona yirib sog'lig'i ketyapti. Endi buni olgan odam bir voqib qo'shqor yaxshisini qo'shib bir ko'paytirib havas qilgan bo'lsa, Xudo xolasa ash odamga nasib qilgan odamga ketadigan yerda. Shunday aka. Hop. Qanchadan realni bir aytingchi, bir tushib beringchi. Aka bo'lsa hisoblachilaringiz bo'lsa, qo'ylar aka oldi 120 kilo. 120 kilo. Borgandan keyin ko'rinadi o'zlariga qo'y aka. Xudo xolasa xursand bo'lib, o'tgan safarda ham sotdik, xursand bo'lishdi. Gap yo'q. Aka bo'ladiganini aytib qo'ya qolaman aka 6 million 800 ming so'mdan dastlabkasi ichida ikkiza olib berdim. 6 million 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan. O'zimizga vodiyga so'rab qolsa-chi? O'zimizga bo'lsa telefon qilinsa yana ham o'tib beradi. O'tib berasiz, ish bitadi. Bitta ikkita olaman degangachi. Bitta ikkita olaman deganga aka bunda qarang. O'tgan safarga ham chiqardik-a, 6,5 million so'mdan chiqardik, telefon qilishdi aka. Telefon qilishib aka zo'rdan tanlashyapti qo'yda. Zo'rdan tanlashga aka bu katta sovliq. 100 ming 200 ming emas, bularga 500 ming ham ketib qoladi aka. Endi haligi nima kelishilgan holda Kelishilgan holda qilib endi beramiz, ha. plus minuslari Plus endi minuslari bor. O'tgan safar ham aytdim aka, ichida 6 millionga chiqarib beraman dedim, ha. Hı. Bu safar ham aka ichida 6 millionga chiqarib beraman. Gap yo'q. Obunachilar mana har tomonga kelishlar ekan, mana bu qaranglar quloqlarning uzunligini haqiqiy qo'yib olaman, mana bundan bolani olib yuraman degan yaxshi aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Agar orasi kengliklar ham aka, o'sha Keyingi shu keyingi partiyalarga ham kuzatdim, keyingi partiyalarga ham mana shunaqalar udorlaridan bor ekan. Ishqibozlar bo'lsa tirs aloqa ochib ko'raverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga simjun tozalaridan so'raganlarga, qaranglar, oyog'ini uchiga simjun variantlaridan. Haqiqiy qo'y qilib olaman deganlarga o'ta go'zal variant. Polni razrez ko'rib turibsizlar, umuman osilmaydigan qo'chqor yaxshisini qo'shib bolani olib yuraman. Toza simjun qo'zilar deganlarga o'ta go'zallardan. Hop, Asrorbek, bularni yosh oyliklari qanday aka, bo'ladi? yoshi 4 tash, bitta 6 tishi bor aka. 4 tish, 6 tish. 6 tish, ha, shunday. O, qaranglar, haqiqiy taniq varianti. Ishqibozlariga raz olib qo'yadigan yer. O, qarang. Yeb ishlar yaxshi, uyga borgandan keyin ham yedirib ichirib olishaveradi bemalol, ha. Xudo xolasa. Toza simjunidan. Umuman juni o'smaydi, o'z mana shunday holatda pulab yana mana shunday qolaveradi mana ishqibozlariga. Hop, necha puldan berib beramiz bularni? So'rbek, uchovini. Uchovini aka bir joyga bo'ladigan bo'lsa aka 5 million 100 ming so'mdan beraman aka. 5 million 100 kamichi buni. O'tib beraman aka, bizniki bo'lmaydi. Bo'ylar nechi buni? Bo'ylar nechiga berib beramiz? 80 ga yaqin aka qo'ylar. 80, atrofida. 80 atrofida. Mana. Qo'ylar ko'ringlar, haqiqiy udorlardan. Hop, narxini kelishtiring siz. Agar narxiga kelishtirsak bo'lsak 4 million 900 dan beraman aka. Dastlabki ichida Samarqandga meni bo'lmaydi. Vodiyga so'rashsa shayga. Vodiyga so'rashsak 4 million 800 ming so'mdan yetkazib beraman. Olib borib berasiz, ha? Ha. Gap yo'q. Obunachilar, ishqibozlari bo'lsa, sirazi aloqaga chiqib boraverasizlar. Qo'ylar qaranglar. Haqiqiy simjunidan, zo'ridan boqaman deganlarga bitta qo'chqorni qo'shib bolani olib kelasizlar. Choychi, maza qilib ko'rib o'tiradigan yerda mana. Mana qaranglar, haqiqiy toza simjunidan. Hamma oyog'ini uchiga ko'rib turibsizlar, yurish-turishlardan muammo yo'q. Xudo xolasa aloqaga chiqib boraveradigan yer. Turgan puldan foyda yo'q. Olib tashlang, ko'paytiring, normalni qilib bir qurush bolani olganingizda hammasini puli ketadigan yerda. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga qozisidan so'raganlarga birinchi bolani olaman deganlarga 2 dona. Egiz dedingiz-a? Egiz. Haligini bolasi dedingiz. Haligi qo'yni Simjunni bolasi, bolasimi simjunni katta bolasi birinchi aka. partiyada. Birinchi partiyada. Mana ashini bolasi ekan. Bu garbonus qaranglar, sog'liqdagi. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqib boraveradigan yer. Haqiqiy quloq g'oshlari ham uzun, taniq variantidan. Bu qaranglar. Baquvvatligini haqiqiy qo'yib olaman deganlarga, bu garbonus qaranglar. Bu garbonus. Bu qarang. Mashalloh. Haqiqiy baquvvatligini ko'ryapsiz. Onasini o'zi yegan jonivorlar mana.
toza simjun variantida mana. 10 razres ko'rib turibsizlar. Haqiqat go'zal. Necha oylik endi bu bolalar? Aka 5 oylik qo'zlar aka bular. 5 oylik Besh oylik qo'zilar. Ha. Zorodan ham ko'ringlar. Haqiqat kanal varianti. Hop, uni Navodonda onasi bilan birga olishaman deb qolsa-chi, Kelishaveramiz aka. kelishilaveradi. Onasini qo'shib beraversa, yigizchi ekan-da. Ha, narxi balandroq bo'ladi aka. Endi bundaqa qo'ydi, endi narxi endi past bo'lmaydi hech qayerga. Qo'ydi qaranglar. Qo'y qilib olaman deganlarga 10 ta boqmanga, mana bunaqasidan 2 ta boq ko'paytiring, qo'chqor zo'r. Tamom yetadi sizlarga. Mana aka, bo'lsizlar. 5 oy. 5 oylik qo'zlar. Hop, nech puldan berib yuboramiz? Bo'ladiganini ayting bularni. Bo'ladigan aka. U qiynab 6 milliondan 12 millionga aka Samarqand zasavkasi. 6 million so'mdan 12 million so'mga. O'zimizga so'rasachi vodiyga. O'zimizga so'rasak ozmas xayrim bor. Xayrini qilib berasizmi? Ozmas xayrini qilib beramiz. Gap yo'q. Obnaslar ishqibozlar bo'lsa, haqiqiy qo'y bor, o'tta tanaqidan mana. Egizchi ekan. Onasini ham ko'rdilar. Onasimni olaman sizlar ham kelishilaver ekan. Kelishaveradi. Gap yo'q. Hop, hurmatli obunachilar, bunaqasidan boqaman desalar, sraz aloqa ko'raverasiz. Kelib, ko'z bilan ko'raman deganlarga qo'y Namanganda turibdi, bemalol telefonlashib kelib, batasa berish ekan. Bemalol kelib olaveradigan yerda. Haqiqat tavsiya qilaman. Videoni uzmay bitta afg'onimiz bor, afg'onni ko'rsatib. Afg'on ham bor. Afg'on ham bor aka. Obunachilar kuzatib turinglar. Kelganman aka. Gap yo'q. Hali partiyalarimiz bor aka. Oxiriga kuzatib turinglar, xudo xolasa. Laykni bosib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turishsa. Gap yo'q. Qo'ylar yaxshi. Hop. O'tamiz yo'nsa keyingi partiyalarga. Hop, hurmatli obunachilar, afg'on ishqibozlariga bir dona afg'onni o'ta noyob odam. O qaranglar, jonivor toza, simjun. Qo'lga sanchilar. O qaranglar. Haqiqiy uzun, o'ta tiniq variantidan ekan. Bu yosh qanaqa? Aka yosh. Mana sirasi ko'rsatib ketaylikchi. Ikkinchi qo'linga bo'g'oz aka. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz bu, 100 bo'g'oz. Gap yo'q. Bu ishonchli a? Ha, ekiza bolasini oldin ajratib kiyam aka. Gap yo'q. Mana ishqibozlari bo'lsa, afg'onga ishqibozlari bo'lsa, yiligidan gigantidan mana ko'rib turibsizlar. Uzunligini. Haqiqiy quloqoshlari mana butun ekan. Eng qo'yilmagan. Ha aka. Tiniq variant. Joylashlari ham zo'r. O, qaranglar, to'shini buni, jonivor. Haqiqiy oyoq kengliklari ham narmanni, baquvvat. Mana. Haqiqiy ko'paytirib yuraman deganlarga tiniq variantidan. Hop. Yeb ichishlari yaxshi-a buni? Yeb ichishlari aka bir xatda emas, 10 kunga folat bo'yga qo'ydi. Gap yo'q. Nech pulga berib yuboramiz buni? Aka buni dollarda olganman, dollarda qo'yaman aka. Olgan bo'lsangiz endi iloji Olganimga yo'q. qarab qo'yaman aka. Oxirini qadalganini ayting. Oxiriga $700 dastlabkasi Samarqandgacha meni bo'ynimda. $700 ga. $700. Yaqinroqqa so'rasachi, Yaqinroqqa so'rasa oz bo'lsa xayri bor aka. Xayrini qilib berasiz. Xayrini qilib beraman aka. Gap yo'q. Ishqibozlari bo'lsa afg'onga aloqa ochib ko'raverasiz, giganti uzuni mana. Ko'rib turibsizlar, o'ta tiniq holatda turibdi mana. Ham bo'g'oz ekan, bemalol aloqa ochsalar, xudo xolasa dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib berishadi. Bitta qo'yib yuboringchi ko'raylikchi. Qani yurish-turishlari ham mana yaxshi. Yaxshi holatda bemalol aloqa ochib qo'yinglar. Ko'zdan kelib ko'raman degan ham bemalol kelib ko'raverasizlar. Hop, hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga Eltner sori ona bolani tozasidan so'raganlarga mana qaranglar. Mashalloh, bu rangni qaranglar, rangni. O'ta go'zal. Bolani qaranglar. Haqiqiy go'zal qulog'ini qaranglar bolani. Mashalloh, mana 10 razres ishqibozlar bo'lsa, mana shunaqasidan ko'paytiraman deganlarga. Bu qaranglar. O'ta go'zal ekan bolasi. Nechinchi bolasi bu? Aka oldi 3-chi bolasi aka. 3-chi bolasi. Urg'ochi qo'chqor. Urg'ochi aka. Urg'och ko'paysin ekan. Bunaqasini urg'och so'gani yaxshi. Qani bitta ushlanchimi ko'ring. Quloq voshidagi qaranglar. Bu aka onasi garbonuslar. Onasi toza hisori. Men otasini oldim, otasini ko'rib oldim aka qo'yladi. Gap yo'q. Toza arasha bilan aka gibrid qo'y. O'z bilinib turibdi uni ko'rgan odam sirasi tushunadi buni qanaqa qo'yligini. Qani yoshini sirasi ko'rsatib ketaylik. Aka yoshi 6 ta. Onasini. Mana 6 ta. 6 ta ekan mana. Quloqni qaranglar. Quloqni qarang, uzunligi mana. O'ta uzun, yuzni qaranglar, tandaqligini. Ishqibozlari bo'lsa, mana bunaqasidan boqaman deganlarga tozalaridan kelib ko'rdilar qo'ylarni o'zlaring. Haqiqiy qo'y qilib olaman deganlarga bu variant. Hop,
Yirik ekan, onasini ham ko'rib tursa, bolasi ham onasiga yetib oldi. Aka, bolasi Necha 3 oylik oylik? ekan. 3 oylikmi? 3 oylik o'zi. 3 oylik. Mana qaranglar. O'zi dumbadan ham ajrab turibdi buni zot qandaqaligi. Obunachilar chunki dumbani olib tulagan. Mana ishqibozlar bo'lsa aloqa chiqaraverasizlar. Hop, bitta qo'yib yuboraylikchi. Tabii. Yurish turishlarni ko'rib stoykan qaranglar, obunachilar, ona bola haqiqiy tanaq variantidan mana. O'ta go'zal yurishi. Mana. Necha pulga berib yuboramiz buni? Aka, buni ham dollarda olganman, dollarda qo'yaman aka. Necha pul? Bo'ladiganini ayting. Bo'ladigan 8 dollarga aka dastlabkasini qilib beraman. Kamichi. Kamini aka vodiy bo'lsa, ozmoz o'tib beraman aka. Xayri bor. Xayri bor. Qanchaga berib yuborasiz? Dangalni aytib qo'ying. Aka 750 ga vodiyga beraman. 750 ga berib 750 ga yuborasiz. beraman, xudo xolasa. Samarqandgacha aka 8 dollarga yetkazib beraman. Vodiyga bo'lsa 700 dollarga beraman. Obunachilar. Ishqibozlar bo'lsa, sirazi aloqa chiqaraveradigan yer. Bu qaranglar, men o'ta ishqiboz bo'ldim. Qo'ydi, o'ta bo'lakchasi, boshqachasi mana. Haqiqiy go'zal. Qo'y Namanganda tepa qo'rg'onda turibdi. Bemalol kelib ko'z bilan ko'raman deganlarga ham bemalol tavsiya qilamiz. Mana qanday boqish tavsiya qilamiz. Mana ko'paytirib, normalni qilib o'zidan ko'paytirib yuraman deganlarga yana onasiga bitta qo'shib qo'yardi. Soridan, zo'ridan bitta qo'shib qo'ysalar, xudo xolasa, qaranglar, o'ta go'zal. Obunachilar, so'nggi partiyamizda mana bunaqa qo'yiladi. Ishqibozlar bo'lsa, mana ko'paytirib yuraman desalar, ko'ryapsizlar, qo'yiladi. Haqiqiy qo'chqorni 1 metrligini qo'shib, arashandi, bolani olsalaring, normalni biznes qilib yuradigan yerdi. Mana gigantligini qarang, bularni. Qo'y Namanganda tepa qo'rg'onda turibdi. Xo'p. Videolarimizni xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning chorvalaringizga Alloh baraka bersin. Mashnaqa qo'ylar hammani uyida 1 qo'ra, 2 qo'ra, 3 qo'radan bo'lib ketaversin. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.